hozirgi paytda ommaviy axborot vositalari orqali fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning O'zbekiston Respublikasining sha'niga, qadr-qimmatiga zarar yetkazdiruvchi har xil materiallar tarqatishi juda ham avj oldi. Bu bir narsani ham tarqatayotgan odam, ham uni kuzatib farq olish, ya'ni bilan tizimda e'tiroz bildirayotgan tomon o'zining nimaga e'tiroz bildirayotganligini aniq qilishligi kerak. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining qaysidir tizimidan norozi bo'lgan shaxs to'g'ridan to'g'ri tuzumga ag'darmaslik kerak. Lekin hozirgi kunda ko'ryapmizki, qaysidir tizimning kamchiligidan foydalanib tuzumga loy otishyapti. Qaysidir bloger yoki ommaviy axborot vositalari, qaysidir saytlar qanaqadir muammolarni ko'tarib chiqqan bo'lsa, u o'sha muammolarni ko'tarib chiqishligida ayni tizimni emas, tuzumni ayblab chiqayotganlar juda ham ko'p. Buni orqasidan ularga jinoiy ish ochilsa, bu yoqda xalqqa tushunarsiz bo'lyapti. Ya'ni xalq shuni tushunishlik kerak. Sizga ochib berayotgan kamchiligi ayni o'sha tizimdami yoki tuzumdami?